Putin roziligisiz hech qanday tinchlikka erishilmaydi. Trampning odami. Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlikka erishishning Rossiya prezidenti Vladimir Putinning roziligisiz imkoni yo'q. Bu haqda AQSh prezidenti Trampning maxsus vakili Steve Witkoff Breitbart News nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Prezident Putinning roziligisiz hech qanday bitim bo'lmaydi deya aniq va qat'iyatli gapirgan Witkoff. U shuningdek bu mojaroda manfaatdor barcha tomonlar bilan muloqot o'rnatish zarurligini ta'kidlagan. Witkoffning aytishicha, u nafaqat Rossiya va Ukraina rasmiylari, balki Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya milliy xavfsizligi bo'yicha mansabdor shaxslari bilan aloqada bo'lib turibdi. Trampning vakili Moskva va Kiyevni imkon qadar tezroq bevosita muzokaralarni boshlashga chaqirgan. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh prezidenti Tramp har ikki tomonga ultimatum qo'ygan, agar ular muzokaralarga o'tmasa, Qo'shma Shtatlar bu mojaroga aralashishni to'xtatadi. Bu bizning urushimiz emas, biz uni boshlamaganmiz, lekin uni tugatishga yordam berishni istaymiz, degan Witkoff. AQSh vakiliga ko'ra, bo'lajak muzokaralarning asosiy mavzulari quyidagilar bo'ladi: Qrim, Donetsk va Lugansk xalq respublikalari, Xerson va Zaporojye viloyatining maqomi, Zaporojye atom elektr stansiyasining kelajagi, Ukrainani Dnepr daryosi va Qora dengizga chiqish imkoniyatlari bilan ta'minlash. Ba'zi masalalarni hal qilish oson bo'ladi agar biz tomonlarni bir stol atrofida o'tkaza olsak. Ular o'zaro muloqotda bo'lishadi, biz esa muammolar doirasida toraytirib, har biriga ijobiy va murosali yechimlar topamiz, deya qo'shimcha qilgan Tramp vakili.